Sizlarni ham oshxonanglardan noxush hidlar kelib, rakvinalardan yaxshi suv ketmayotgan bo'lsa, videoni saqlanib qilib oling. Noxush hid rakvinadan kelayotgani aniq edi. Musor bachogidanmi desam, tegi bilan qorayib yomon bo'lib ketgan ekan. Akvamarin parashogini olib, 2 qoshiq solib, ustidan qaynoq suv quyishimni bilaman. Bittada hamma dog'lari ketib, qoraygan joylari toza bo'lib qoldi. Eng qizig'i, suv ham yaxshi ketyapti. Nimagadir mehmon kutishga doim oppoq sochuvlarni ishlatamiz. Keyin ularni dog'ini ketkazolmay qiynalamiz. 1 litr suvga 2 qoshiq akvamarin parashogini solib, yarim soatga olib qo'yadigan bo'lsak, o'zi ko'pirib, kir, yog' dog'larigacha ketkazib berar ekan. Ovqat qilgandan keyin vitichkada 1 tonna yog'lar yig'iladi. 3-4 kunda qotib, yuvishga odam qiynaladi. Sochiqdan qolgan suv ham uvol bo'lmasin deb yuvib ko'rdim, lekin haqiqatan uvol bo'lmadi. Gaz plitani reshotkalarini ham shu parashok bilan yuvib ko'rishga qaror qildim. 2 qoshiq parashok ustiga 2 litr qaynagan suv quydim. 15-20 minut o'zini yolg'iz qoldirib, oddiy gubka yordamida ko'p kuch ishlatmasdan yaxshilab yuvib oldim. Lekin vola, bu tarafi yuvilgan tarafi, bu tarafi yuvilmagan tarafi. Batafsil ma'lumot olish uchun yoki xaridni amalga oshirish uchun Akvamarin.uz profiliga murojaat qiling.